Bu videoda men kasrlarni, oddiy kasrlarni qo'shish, ayirish va ularni ko'paytirish bo'lish haqida ma'lumot beraman. Birinchisi, kasrlarni o'zaro qo'shish. Kasrlarni qo'shishda ularni umumiy maxrijga keltiramiz va suratlarini qo'shib yuboramiz. Misol uchun 1/2 ga 2/3 ni qo'shishimiz kerak. Buning uchun ularni maxrajlarini umumiy maxrijga keltiramiz. Buning uchun birinchi kasr maxrajni ikkinchi kasr surat va maxrajga ko'paytiramiz va ikkinchi kasrni maxrajni birinchi kasrdan surat va maxrajga ko'paytiramiz. Demak, 3 ni ikkinchi kasr maxrajni birinchi kasr surat va maxrajga ko'paytiradigan bo'lsak, 3/6 kelib chiqadi. Kasrning asosiy xossasidan foydalandik. 1/2 bu 3/6 ga teng son plus 2/3 ni surat va maxrajni birinchi kasrning maxrajiga ko'paytiramiz. Shunda 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 kelib chiqadi. 2/3 4/6 ga teng son. Ana endi bu kasrlarni qo'shish uchun maxrajini alohida yozamiz va suratlarini bir-biriga qo'shib yuborib suratga yozamiz. Demak, natijada 7/6 kelib chiqadi. 1/2 ni 2/3 ga qo'shish uchun ularni umumiy maxrajga keltirdik va suratlarini qo'shib yubordik. Ikkinchisi, kasrlarni ayirish. Masalan, 5/3 dan ayirishimiz kerak 2/4 ni. Misol uchun. Ayirishda ham xuddi shu usuldan foydalanamiz, ya'ni umumiy maxrajga keltirishimiz kerak. 3 bilan 4 birinchi kasrni, ikkinchi kasrni maxrajini, birinchi kasrni surat va maxrajga ko'paytiramiz. Demak, 4 ni 5 ga ko'paytiramiz va 3 ga ko'paytiramiz. 20/12 kelib chiqadi. Minus birinchi kasrni maxrajini, ikkinchi kasrni surat va maxrajga ko'paytiramiz. 6/12. Maxrajini o'zini yozamiz, suratlarini esa ayirib yuboramiz. 6 ni ayirsak 20 dan 14 kelib chiqadi. Demak, 5/3 dan 2/4 ni ayiradigan bo'lsak, 14/12 kelib chiqadi. Endi bu oxirgi kasrni qisqartirish mumkin. 2 ga qisqartirib yuborsak 7/6 kelib chiqadi. Ya'ni yana bitta xossadan foydalanyapti. Kasrning yana bitta xossasi shundan iboratki, surat va maxrajni bir xil songa bo'lsak, natija o'zgarmaydi. Suratni ham, maxrajni ham 2 ga bo'lib yubordim. 7/6. Uchinchi amal bu ko'paytirish amali. Kasrni kasrga ko'paytirayotganimizda uni suratini suratga, maxrajni maxrajga ko'paytiramiz. Masalan, 2/3 ni ko'paytirish kerak 4/7 ga. 2 ni 4 ga ko'paytiramiz, surat suratga ko'paytiriladi. 3 ni 7 ga ko'paytiramiz, maxraj maxrajga ko'paytiriladi. 8/21. Yoki boshqa son. 2/3 ni 6 ga ko'paytiraylik. Agar kasrni songa ko'paytiring desa, unda sonni suratga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni kasr songa ko'paytirayotganda o'sha son faqatgina suratga ko'paytiriladi. 12/3 kelib chiqadi. 12 ni 3 ga bo'lsak 4. Xuddi shunday manfiy sonlar qatnashadigan bo'lsa, ular ham suratga, maxraj maxrajga ko'paytiriladi. Manfiy sondagi, ya'ni musbat va manfiy kasrlarni qo'shish ayirish xuddi musbat va manfiy butun sonlarni qo'shish ayirish qoidalaridan iborat bo'ladi. Yana bir narsa, kasrga ko'paytirayotganimizda birdaniga qisqartirib yuborishimiz mumkin. Birinchi kasrning suratini ikkinchi kasr maxrajiga. Misol uchun 2/3 ni 4/7 emas 6/7 ga ko'paytiring deyilsa, unda suratini va maxrajini, ya'ni 6 bu 2 karra 3 degani. 3 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, maxrajdagi 3 yo'qoladi, suratdagi 6 esa 2 ga aylanadi. Ya'ni maxrajni 3 ga bo'ldim, suratni ham 3 ga bo'ldim. 6 ni 3 ga bo'lsam 2 bo'ladi. Ana shu 2 ni suratga ko'paytirib, suratga yozaman, maxrajda esa faqat 7 qoladi. To'rtinchisi, kasrlarni bo'lish. Bitta kasrni ikkinchi kasrga bo'layotganimizda birinchi kasr o'zgarishsiz qoladi. Bo'linuvchi o'zgarishsiz qoladi. Bo'luvchi esa teskarisiga yozilib, ya'ni teskari shaklga keltirib ko'paytiriladi.
va ko'paytirish amalidan foydalanib suratga maxrajga ko'paytiriladi. Demak, bir kasrni ikkinchi kasrga bo'layotganimizda ikkinchi kasrni bo'luvchini teskarisiga yozib, uni ko'paytirib yuboramiz birinchi kasrga. Yana bitta misol, 2 taqsim 5 bo'linyapti 2 ga. Buni qanday qilamiz? Kasrni songa bo'lishda o'sha sonni taqsim 1 shakliga keltiramiz. Ya'ni 2 bu 2 taqsim 1 degani. Haqiqatan 2 1 ga bo'lsak 2 ga teng. Demak, buni kasr shaklida yozamiz. 2 ni kasr shaklida yozamiz. 2 taqsim 5 bo'lingan 2 taqsim 1. Endi kasrni kasrga bo'lish qoidasidan foydalanamiz. 2 taqsim 5 ni ko'paytiramiz 1 taqsim 2 ga. 2 lar qisqarib ketadi, 1 taqsim 5 qoladi. Bu kasr sonlar ustida amallarida oddiy kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish. Ana endi oddiy kasrlar ishtirokida bo'ladigan amallar xuddi oddiy sonlar ustida bo'ladigan amallar ketma-ketligidan iborat. Ya'ni birinchi qavs ichi ishlanadi, ikkinchi ko'paytirish, bo'lish amallari ishlanadi, keyin esa qo'shish, ayirish amallari ketma-ketlikda ishlanadi. Ya'ni bu yerda ko'paytirish, bo'lish qaysi biri birinchi kelsa o'shani bajaramiz. Bu yerda ham qo'shish, ayirish qaysi biri birinchi kelsa o'shani bajaramiz. Birinchi amal, ikkinchi amal, uchinchi amal. Agar daraja kelib qoladigan bo'lsa, unda darajani ishlash eng birinchi muhim o'rinda turadi. Ya'ni birinchi daraja bajariladi, keyin qolgan amallar bajariladi. Kasrlar ishtirokida bo'ladigan amallarda qavs ochish qoidasi xuddi oddiy sonlar ishtirokida bo'ladigan qavs ochish qoidasidan iborat. Misol uchun 2 taqsim 3 ko'paytirilgan qavs ichida qandaydir ifoda kelyapti. Masalan, a minus 1 taqsim 4 plus b taqsim 5. Endi a, b qanaqadir sonlar. Shunaqa ifodani qavsini oching deyadigan bo'lsa, unda qavs oldidagi son har bitta qo'shiluvchiga, qavs ichidagi har bitta songa ko'paytiriladi. 2 taqsim 3 ni a ga ko'paytirsak, 2 a taqsim 3 bo'ladi. Ya'ni 2 ko'paytirilgan a taqsim 3. Sonni kasrga ko'paytirayotganimizda o'sha son faqat suratga ko'paytiriladi. 2 a taqsim 3 minus 2 taqsim 3 ni 1 taqsim 4 ga ko'paytiramiz. 2 taqsim 12 suratga maxrajga ko'paytiriladi. Plus 2 taqsim 3 ni ko'paytiramiz b taqsim 5 ga. 2 ni b ga ko'paytirsak 2b taqsim 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15. Mana shu usulda qavs ochiladi.